Yaxshimisilar? 12 buruch uchun tutumlarni so'zlash to'g'risida so'z bergandim. Aaa, bu, shu so'zim bilan bu yerda turibdiman. Aaa, 2 ayning 17-sidagi bu, yangi oy, 2 ayning 17-si mana bu yangi oyda, odatda, masalan, qo'shlardan boshlasak, qo'shdi, bu 2 ayning 17-sini so'zlamasdan burun men 12 buruşda masalan tutilma bo'lgan vaqtlarda qandaq bo'ldi, desak, qo'shlarda masalan tutilma bo'lgan vaqtda qo'sh, burchi odatda, nihoyatda bir ishlarga harakatga o'tishdan qo'rqmagan, jasur, o'zi yolg'iz harakat qilishga odatlangan, boshqalarga yo'l boshlamchilik, ro'yi kuchlik, bundoq bo'ldi. Qo'sh burchininki oy tutilmasi bo'lgan vaqtda, to'lin oy bo'lgan vaqtlarda qo'sh burchidagi insonlar nihoyatda, masalan, hissiyoti nihoyatda ochiq, ochiqlanish ahvollari ko'proq bo'lgan, sabrsiz, masalan, osonla, masalan, kayfiyatlari oson buziladigan shundoq, masalan, o'zimni tutolmadim, bo'ldilar og'zimdan chiqatdi deganga o'xshashchi. Shundaqroq bo'ldi, qo'shlar. Keyin, oy tutilmasi bo'lgan vaqtda qilayotgan qo'shlar, odatda, biroz sabrsiz bo'ldi. Boshqa burchlarga o'xshamaydi. Bir ishlarni chaqqon boshlaydi, chaqqon tugatadi. Shunga, yangi boshlaydigan ishlar, masalan, yangi boshlagan bir ishlar bo'lsa, tez, shu vaqtlarda tugaydi. Hissiyot jihatda biroz, ochiqroq, bir munosabatlarda, masalan, yuzlashishlar, man va, sen yoki biz, degan, temalarda, sinaladi. Masalan, qo'shdi, oy tutilmasi bo'lgan vaqtda. Qo'shdi, quyosh tutilmasi bo'lgan vaqtda yangi bir kimlik, o'zim men bundoq qilayotman, andoq qilayotman deb harakatga o'tish, jasorati, yangi bir, nima ishlarni boshlash, hayot, yo'lida yangiliklarni, olib keldi o'zigacha. Buninki, maqsadlari, yangidan o'zini yoritish uchun, yangi nishonlarni qurish degandek. Man ko'proq, qo'shqonlar man deb harakat qildi. Harakatga o'tishdan qo'rqmaydi. Mayli qandoq bo'lsin, sinayman deb, harakatga o'tadi. Odatda tutilma nimasida, tutilma vaqtida, masalan, quyosh tutilmalarida bo'libmi, jasoratining siniqini berdi. Qanchalik jasorating bor, harakatga o'talamsa, degandek, o'taymi, o'tmaymi deb, masalan, o'tsam, harakatni boshlasam oxiriga chiqara olamdim, degan, shunga qaraydi, lekin odatda qo'shqonlar qo'rqmay mangdi oldiga. Qo'shqon quyosh tutilmasi bo'lganlar mayli, oy tutilmasi bo'lsa sabrsiz bo'ldi. Kayfiyati biroz chechlang'i bo'ldi, ammo, quyosh tutilmasi bo'lgan vaqtda harakatga o'taman deb tipirlab turdi zaten. O'tishdan qo'rqmaydi. Endi buqalarda, quyosh va oy tutilmalari bo'lganda, buqalar odatda buqalarning, mijoz xarakteri qandayroq bo'ldi desangiz, nihoyat sabrlik. Masalan, bir ishlarni qilgan vaqtda, oson aldirab ketmaydi. Bexatarlik tuyg'usi nihoyat kuchlik. Ishonchga nihoyatda, ham ishonchlik, ishonchlik insonlar bo'ldi ular. Andan keyin, bir ishlarni, harakatga o'tishdan burun, masalan, shuningda bir natijasi bo'lamdi, bo'lmamdi deb, oson oson dengizga atlamaydi, buqalar. Nihoyatda, bexatarligini, bir ishda shunday garantiya bormi, yo'qmi deb uning bak qaraydi. Oy tutilmasi bo'lgan vaqtda moddiy va, tuyg'usal, jihatlarda, bir
tugashlar boshlandi masalan. Bu ish tugdi degandek masalan. Mayli iqtisod jihatdan bo'lsin, mayli tuyg'usal bo'lsin, bo'ldi tugatdim deb tugadigan. Ammo bular oson voz kechmaydi. Voz kechgan vaqtda orqaga yenib qaramaydi. Eee, oson bir ishlarga, bir narsalarga ega bo'lishni xohlaydi. Eee, ammo ega bo'lgan, sohib bo'lgan narsalarni yoki mayli bunida modda bo'lsin, moddiy bo'lsin yoki ma'naviy bo'lsin, oy tutilmasi bo'lgan vaqtda shuni tashlaydi. Eee, irodaga kelishi nihoyatda irodalik, ammo shu qaror elish bek tez bo'ldi bularninki. Ammo oy tutilmalarida eee, faqat tashlag'isi bo'lmasmi tashlaydigan holatga keldi. Eee, masalan, odatda o'zining rohat holatlaridan chiqishni xohlab ketmaydi. Ammo bu tutilma bo'lgan vaqtda "Men xohlamaydim, men qilg'im yo'qdi" degan ishlar bo'lmaydi. Mayli sog'liq tarafdan bo'lsin, xizmat tarafdan bo'lsin, kundalik turmushlari bo'lsin, hammasi aniqlandi. Eee, ko'ngan xuylari bo'lsin, oy tutilmalarida tashlandi. Buqada oy tutilmasi bo'lganda shunday bo'ldi. Endi buqada quyosh tutilmasi bo'lgan vaqtda moddiy va ma'naviy bir ishlar, bir narsalarga ega bo'lish uchun harakatga o'tish. Shuningda ishonchlikmi, mush ishni qilsam bo'lamdi, uni surishtirdi, hammani qilib boqdi. Yangi uzun muddat qiladigan ishlarga qadam oladi buqalar. Quyosh tutilmasi bo'lgan vaqtda yangi buqalar odatda har qanday vaqtda foyda manfaat o'rtasida nihoyatda aniq menga foyda bormi yo'qmi shuni qaraydi. Mening foyda ilishim aniq bo'lsa harakatga o'taman deydigan. Shularni surishtirib, bu qilib, hammani tayyor qilib, oxirida harakatga o'tadi. Quyosh tutilmasi bo'lgan vaqtda yangi bir qaynoq, iqtisod jihatdan yangi bir qaynoq izlash degandek. Shu nuqtalarda buqalar quyosh tutilmasi bo'lgan vaqtda ko'pincha buqalar harakatga o'tadi. Tutilmalarninki ta'siri odatda buqada bo'lgan vaqtda to'plum oldida men qanday ko'rinaman, xizmat tarafdan bo'lsin, moddiy tarafdan bo'lsin, yangi bir sistem qurishim kerak. Planlarimni amalga oshirishim kerak, endi planni o'rtaga qo'yishim kerak degandek shunday ishlar bo'ldi buqalarda. Bu tutilmalarda. Odatda buqalar bir vazifalarni ustiga elishdan qochinmaydi, ammo bu vazifani elish uchun menga manfaat bormi yo'qmi deb uni qaraydi. Endi ekizlarga kelgan vaqtda ekizlar bek aqlliq, kishilik munosabat qurgan vaqtlarda nihoyatda tez harakatga o'talaydi. Hamma narsaga qiziqadi. Qiziqish bek kuchli bo'ldi. Aqlliq bo'lgan vaqtda bir ishlarni oson qavraydi. Masalan, bizlar masalan ko'proq u qanday bo'lar, manda bo'lar, bularmi deb mundaq o'ylansak, ekizlar nihoyatda tez, oson, mengisi biza oson ishlaydi, ko'proq tez ishlaydi ekizlarninki. Nimishqa deganda buninki Shonuyzoninki masalan vakil bo'ladigan gezigani qaysi desangiz Merkur. Merkurga aqlni ko'rsatadi emasmi? Andan keyin tez harakat qildi Merkur. Shu aqli tez bo'ldi. Andan keyin buningda oy tutilmasi bo'lgan vaqtda bir xabarlar bo'lsin, so'zlashmalar bo'lsin, sirlar oy tutilmalarida ekizlarda oy tutilmasi bo'lgan vaqtda sirlar oshkorlandi, so'zlashmalar, andan keyin bir xabarlar o'rtaga chiqadi degandek shundoq. Zehnsal bir yuk bo'lsa, mengisini og'ritib turgan bir mazmun bo'lsa, shu tugaydi. Yaqin atroflardagi insonlar bilan munosabatlar uziladi. Andan keyin muhabbat bo'lsin, bolalar bo'lsin, o'zining talentlari bo'lsin, o'zining ko'ngli nimani istasa shuni qiladi. Oy tutilmalari bo'lgan vaqtda oy deb ekizlarniki yana birsiga bu ekizlarimiz sabrsiz keldi.
asan vaz kechidi. Andan keyin bilim egallash u bu bo'lsa bak ichiga cho'nqur kirmaydi, uningga mengisi yetmaydi. Nemish qilsin, sabr bo'lmagandan keyin bak cho'nqur tegini nima qilib ketmaydi. Asan, eng tez vaqtni azaldigan mundaq narsalar bo'lsa, bu ekizlar nihoyatda yaxshi. Masalan, kompyuterda bir nima izlaydigan ish bo'lsa, ekizlar nihoyatda tez topadi. Ammo uninki ani bu aniga munosabatli, u maniga munosabatli, buni qanday topmaydi, inchiki o'ylab ketmaydi, bak inchikilik yo'q ekizlarda. Shunglashqa bir nimani tayyorlik qilish, material to'plash bu narsalarda yuzaki bo'ldi ekizlarning. Ekizlarda quyosh tutilmasi bo'lgan vaqtda bu erkakka o'tish, kishilik munosabatlar bo'lsin, so'zlashmalar bo'lsin, hammasida zehnsel bir ichilish bo'ladi. Andan keyin shu so'zlashmalar, u bu ishlar, xatchaklar, emaillar degandek hamma narsa yangi bir fikrlar, projelar, bir yangi ma'rif ishlari, o'rganish, masalan, maktab ishlari degandek. Andan keyin anglashmalar, masalan, so'zlashmalar, to'xtamlar, zehnsel harakatlar, quyosh tutilmasi ekizlarda bo'lgan vaqtda nihoyat jiq bo'lib ketadi. Haqiqatan buniga ekizlar ay bo'ptilar deb tashlab qo'ya oladi emasmi ekizlar? Ashular chidamasa, xili odam chidamaydi buningga ekizlarda bo'lgan vaqtda. Ekizlarda masalan, buniki asosan qisqa sayohatlar, ekizlarniki yana qisqa sayohatlar, o'rganish, xatchak, uchur mulozimat, ashlarda yangiliklar bo'ldi. Fikrlar, projelar o'rtaga chiqadi. Keraksiz axlat uchur deb qo'yamiz-ku, ashuna narsalarning hammasi ayrildi degandek. Organizatsion, masalan, to'pliqdagi yig'inlar, u bu ishlar, yangi bir ishlar o'rtaga chiqadi. Quyosh tutilmasi ekizlarda bo'lgan vaqtda. Yengashlarda bo'lgan vaqtda yengashlarningki o'zalliklari qanday desangiz, tuyg'usal, hissiyot jihatda nihoyatda sezgur bu suv burishlari, qo'rg'uvchi, masalan, oila uchun fidokorlik ko'rsatadi. Ammo yengashda oy tutilmasi bo'lganda oila ichidagi oilaviy bir mazmunlar, ma'lum bir temadagi ishlar shu tamomlandi, o'tmish bilan yuzlashadi. Uyda tuyg'usal ishlar maydonga keldi. Ko'ni ishlar o'rtaga chiqadi degandek. Shundoq ko'klar, masalan, ota-onalarining bobolari, mo'minlari shu to'g'risidagi bir ishlar endi oy tutilmasi bo'lgan vaqtda shu masalalar hal bo'ldi deganga o'xshash. Yengash tutilmasi hamda quyosh tutilmasi bo'lgan vaqtda yengashda oila qurish, tuyg'usal munosabatlar kuchlanish, tava bo'lish, man naga tava degandek. Oila tartibi, ashular kuchlandi, yangi oila qurishlar degandek. Anki yengashda tutilmalar bo'lgan vaqtda, bo'libmi quyosh tutilmalari bo'lgan vaqtda vatan temalari, yengash ona vatanni ko'rsatadi. Shu temalar o'rtaga chiqadi. Vatan tuproqlari deganga o'xshash. O'rtaq masalan, oila qurgan vaqtda o'rtaq mulklar degandek narsalar, oilaga munosabatli butunlay hammasi yangi bir tartib bilan boshlandi quyosh tutilmasi bo'lganda. Endi aslanda bo'lgan vaqtda bo'libmi bu qitim 2-oyning 17-si quyosh qo'vidagi vaqtda yangi oy qovida bo'lgan bilan to'lin oy aslanda bo'ldi. Aslanning 28 darajasi. Aslanning 28 darajasi desa mening aqlimdan aytdi. Kuchli qolgan aslan davlatlari deganda Germaniya, Eron bo'lgan bilan aslanning 28 darajada, Trumpningki yuksalgan darajasi. Aslanninki 28 darajada yuksalgan. Bu shunlashqa Trump temalari xili 1,5 yil surildi oldimizdagi. 1,5 yil jarayonida Trump temalari alohida bo'ldi. Aslanda odatda aslan ego, o'zini ko'rsatish, sakindi bo'lish, davomli men deb yashaydiganchu. Ego temalari, g'ururlari qirildi oy tutilmalari bo'lgan vaqtda.
Aslanda ay tutulmalari bo'lgan vaqtda bir davr tugaydi deganga o'xshash. Bir davr tugidi deydiganga o'xshash. Shu anadagin bunida mayli oshiq jihatdan bo'lsin, mayli balaliq jihatlar bo'lsin, balalar temisi. Nimishqa endi Aslan burchi zodiakniki 5-chi burch bo'lganki, 5-chi burch balalarni ko'rsatadi. Muhabbatlarni ko'rsatadi. Masalan, bir unvon ilishlar bo'lsinmi, bir sahnaga chiqib olasizmi, shunga o'xshash olqish ehtiyoji tugaydi deganga o'xshash. Ay tutulmasi bir ishlarni tugatadi emasmi? Tugaydi. Iletishim, qarindoshliklar, yaqin çevredeki so'zlashmagan atrofidagi Amerikaning atrofidagi masalan, shu Trump Amerika desak, Amerikaning atrofidagi shu yerlarda saqlanib qolgan, so'zlanmagan sirlar hamma narsa ichildi deganga o'xshash. Bu Aslan temisi sahnaga chiqqandan keyin bir ishlar sahnaga bu artist butun tayyorliqlarni qilib oxirida sahnaga chiqadi shunga o'xshash. Shu ay tutilgan vaqtda Aslanninki oldiga yer shari keldi. Aslan zodiakniki ay Aslanda bo'ldi. U chaqda bu quyoshdan keladigan energiya ayga o'dil kelmay yer sharidan bundoq kelgandan sahnaning oldiga chiqsangizmi, parda itilib qolgan, parda ichilmagan ahvollar bo'ldi deganga o'xshash. Bundoq o'xshatsangiz sahnaga chiqib ko'ringingiz bor, yo tomoshabin yo'q yoki parda ichilmaydi deganga o'xshash. Aslanda quyosh tutulmasi bo'lgan vaqtda mushu oshiq, sakna, o'zingizning talentlari, qalbdan kelgan bir yo'l, ichingizdan kelgan bir yo'l degandek masalan, shundoq yeniliklar, yangi bir sahna hayotingiz boshlandi degan gap. Aslanda quyosh tutulmasi bo'ldi degan vaqtda. Tutumlarning ta'siri odatda bu Aslanda quyosh tutulmasi bo'lgan vaqtda o'zini ifoda qilish, liderlik, masalan, boshliqlik, masalan, zo'ntonlik rollardagi o'zgarishlar, yangi bir zo'ntonlik degandek, shu yangi bir boshliq deganga o'xshash. O'zingizning motivatsioningizni, o'zingizni sahnaga chiqish fursatlari degandek, hayot yo'lingizdagi sahna bu men degan yerim. Koni kishilik munosabatlaringizdan bir natija elish deganga o'xshash. Xiyolingizni amallashtirish shuning qartildi. Quyosh tutulmasi yangi bir ishlarni boshlaydi. Bir davr tugab, yangi davringiz boshlandi degan gap. Shu Aslanda quyosh tutulmasi bo'lganda shunday bo'ldi. Bu Aslanda quyosh tutulmasi qachon bo'ldi deganda 8-ayning 12-si deyman. Mushu yili 8-ayning 12-si Aslanning 28 darajasi, Aslanning 13 darajasi bo'ldi. Maqidimki ay tutulmasi Aslanning 28 darajasi bo'ldi. Ammo 8-aydagi quyosh tutulmasi Aslanning 13 darajasida bo'lamdi ekan, shunday bo'ldi. Nəhayət yaxşı bir tutulma, amma onun yanında janub tarafda bo'lgandan keyin, janubi ay tutulması tarafda bo'lgandan keyin, janub tarafdagi ay tutulma bo'lgan vaqtda odatda bir ishlarni tashlaysiz, tashlashingiz kerak. Kuzey tarafga, shimol tarafga qarab mangsiz emasmi? Shimol tarafdagi ay tugunlarining temalariga qarab mangsiz. Shunglashqa bu güney tarafda bo'lgandan keyin bu temalar sahna hayotingizning bir tugdi degan gap. Yangi sahna hayoti. Uningga quyosh tutulmasida tayyorlik qilsiz, munosabat bog'laysiz, hamma ishlarni qadamni olasiz. Yana bir quyosh tutulmasida ishlaringiz hammasi aniqlanib, mushu bo'ldi, muqim endi chiqaman, sahnaga chiqadigan vaqtim keldi deydigan vaqtda, burunqi sahnangizning pardasini yepib, yangi sahnangizning pardasini ochadigan vaqtlar deganga o'xshash. O 8-aydagi quyosh tutulmasi yana bir 2-ayda bo'lgan, 2027-da 2-ayning 6-si bo'lgan quyosh tutulmasiga kelgan vaqtda natijasi chiqib bo'ldi uningki. Endi Chun Yuzo'ga kelgan vaqtda Chun Yuzo'ningki odatda alohidligi qandoq deganda nihoyat pokiz, ritmliq, amaliyotchan fikr, boshqalarga xizmat qilishdan bosh tortmaydigan shundoq o'zalliklari bor, uning xususiyatlari bor. Ay tutulmasi boshaqda bo'lgan vaqtda kunlik davomliq ritmliq turmushingizningki odatda ko'ngan ritmliq turmushingiz o'zgardi, turmush ritmlaringiz.
sağlığınızda, salamatligingizda masalan ba'zi kasallar bo'lsa shu chog'larda o'rtaga chiqadi. Oy tutulmasi bo'lgan vaqtda bir ishlar o'rtaga chiqadi-ya. Andan keyin bek bir ishlarni bek oson nima qildi, tushunizlar hamma ishni inchki tekshirib, bek kontrolligi bek yuqori. Andaq bo'lgandan keyin shularni tashlaydigan. Andan keyin pul, o'z qimmatingiz, o'zingizga tava narsalarninki moddiy bo'lsin, ma'naviy bo'lsin bir farqiga berish. Man mushunchalik mandaq narsalarım bor ekan, mushunchalik shukri deydigan oy tutulmalari bo'lgan vaqtda men endi bundan keyin salomatligimga diqqat qilsam bo'ldi ekan. Bo'libmi 3 oy oy bashaq burchi odatda badanningki 3 oyni, oshqozon osti bezni, o'tni ko'rsatadi. Shunglashqa bashaqda oy tutuldi degan vaqtda shu jihatlardagi kasalliklar o'rtaga chiqadi. Bashaqda quyosh tutulmasi bo'lgan vaqtda yangi bir ish ritmi, o'zingizning turmush odatlariga yangi bir ish qo'shildi. Masalan, odatda burundan masalan qizil choy ichgan bo'lsangiz, endi atgan choyga o'zgarish, uningga atgan choyni qo'shish deganga o'xshash bir ritmlaringiz o'zgardi. O'zingizning salomatligiga foydali bo'ladigan bir ritmlarni qo'shasiz. Nihoyatda hayotingizni sistemli qilib mangsiz deganga o'xshash. Tutumlarning asosan ta'siri shundoq bo'ldi. Planliq o'zgarish. Planlaringizni o'zgartirish, organizatsion, andan keyin koni huy mijozlaringizninki turmush ritmingizdagi ko'ngan huylaringizga yangi bir yangiliklarni qo'shish degandek shundoq bo'ldi. Hamda taroziga kelganda tarozining odatda alohidligi nihoyatda uyumliq. Masalan, kishilik munosabatlarda uni muhab qilmaydi, buni muhab qilmaydi, ammo maydoni yo'q. Ya onun bilan unimi ranjitmay deb uning bilanmi yaqin bo'ldi, bunimi ranjitmay deb buning bilanmi yaqin bo'ldi deganga o'xshash. Tarozilar shundoq endi biroz dangisiz. Ammo tarozilar odatda diplomatik kishilik munosabatlarda tarozilar nihoyat muhim. Chunki tarozi bo'lmasa diplomatik kishilik munosabatlar yoki diplomatik xalqaroliq munosabatlar oqmaydi. Bek maydoningizni bek aniq qilasizmi? Chunki u sizga vakillik qilmaydi, siz bir davlatga vakillik qilgan kun cho'qim o'zingizning xalqning manfaati uchun eg'ir besiq, chidamliq, ha bo'ldi deb kulkingiz bilan mandaq uyumliq bo'lishingiz kerak. Ammo tarozilarniki shu ortiqchiligi ba'zi burchlarga nisbatan, masalan, o'g'loqlarga nisbatan bu qat'iy oqmaydi. Buningga o'g'loqlar ochiqlar, masalan, jiddiy rostchil bo'lsang men bor, rostchil bo'lmasang men yo'q deydigan o'g'loqlar. Ammo tarozilar mayli rost gap qil, mayli yolg'on gap qil, bo'pti, kishilik munosabatimiz buzilmasin, bo'ptilar debchi, og'zimizning ta'mi buzilmasin deb munosabat qurib mangadiganlar tarozilar. Tarozilar nihoyat nozik keldi. Adolatni ko'rsatdi. Maningim bo'lsin, aningim bo'lsin deb tarozilar odatda advokatlar, nimalar, sotchilar ko'pincha tarozilardan bo'ldi. Sotchilar mayli gunohkor bo'lsin, mayli gunohsiz bo'lsin, har ikkisininkini anglaydi. Ma gunohkorga deb uningga ta'tir qarab turmaydi. Uning vazifasi ham shuningga moyil shundoq tarozilarda shunchalik anglasam tushunsizlar. İlişkilarda anadikin tarozilar o'zining go'zalligiga alohida ahamiyat berdi. Har qanday vaqtda yasinib turdi. Go'zalligi uning uchun nihoyat muhim. Kishilik munosabat qurgan vaqtda ko'pincha men masalan turmush qurgan vaqtda bo'libmi tarozilar men bu agi tegsam mening ehtiyojim mandaq ehtiyojim bor, go'zalligimning ehtiyoji bor, yasinishimning ehtiyoji bor, kiyim-kechigimning ehtiyoji bor, turmushimni mundaq rohat o'tkazsam bo'ldi. Shu rohat yashashim uchun buningdan menga manfaat kelamdi ekan, men buningga bak qaraydi. Tarozilarning shu alohidligi nihoyat yaxshi. Ammo o'g'loqlar masalan Aycan, men sendan pul so'rabdim, o'zingni bilib bermisang deb mandaq qoplaydigan yerlar bor. Shu o'g'loqlar ziyon tortadi, ammo tarozilar uningdan ziyon tortmaydi. Adam tanlagan vaqtda tarozilar bek yaxshi tanlay oladi. Ammo yuziga chiqolmaydi.
hoşlangan yoki hoşlanmaganlıkni yuziga chiqarmaydi. O'g'loqlar masalanga yuziga chiqaradi ochiqlam. Masalan, "Voy bo'ldilar, meni izlamagina" deb ochiqlam deydi. Masalan, tarozida oy tutulmasi bo'lgan vaqtda bir kishilik munosabatda bir o'rtaq qarorga boradi. Bo'ldi, bu kishilik munosabatni yurgizaymi, yurgizmaymi debchi. Oy tutulmasi bo'lgan vaqtda tarozida shundoq bo'ldi. Andan keyin tarozi odatda belninki va organlarni men qo'shabday salomatlik meditsinanikida u das suyak bor, u das suyakni tarozida ko'rsatadi. Shunlashqa das suyak taroziniki agar sog'liq nimalarda balkim shu taraflarga diqqat qilsa bo'ldi, oy tutulmasi bo'lgan vaqtda bo'libmi. O'rtoqliklarda tamponlikni qurish, manlam emas, sanlam emas, biz deb o'rtaga chiqadigani shundoq tarozilarniki oy tutulmasi bo'lgan vaqtda biz temasi o'rtaga chiqadi. Masalan, to'y qilishlar, to'xtam tuzishlar deganda shu biz uchun deydigani. Keyin men kim uchun xizmat qilyapman, men nima qilishim kerak deb o'zini so'raydigan kuchlik bo'ldi tarozida oy tutulmasi bo'lgan vaqtda. Tarozida quyosh tutulmasi bo'lgan vaqtda yangi bir kishilik munosabatlar boshlandi. To'y qilishlar, to'ydan keyingi tamponliq, o'rtaq qarorlar, yangi kishilik munosabatlar, masalanga bir inson bilan masalanga uchrashish u bu bo'lsa tarozi burchiga kirgan vaqtda, tarozida tutilmalar bo'lgan vaqtda hayotingizga kirgan insonlar sizningki qadarsal taqdiringizda bo'lgan insonlar kiradi. Tutilmalarning ta'siri bo'lgan vaqtda bu vaqtda tarozida tutilma bo'lgan vaqtlarda to'y qilganlar, yana bir birga munosabat qurganlar hammasi qadarsal bo'ldi. Agarda kishilik munosabatda bu tugishi kerak, ayrilish kerak deydigan qarorga bosmi, bumi qadarsal bo'ldi. Qadarsal oxirlashish va qadarsal yangi qadamlar, yangidan boshlanishlar bo'ldi. Kishilik munosabatlarda tarozi masalanga eg'irlik, masalan, ikki tarafniki qaysi senda eg'ir ketdimi, menda eg'ir ketdimi deb tamponliq bak muhim o'ringa chiqadi. Tarozida quyosh tutulmasi bo'lganda. Endi akreplarga kelsak, akrepda oy tutulmasi bo'lganda, akrep meditsinada ayollarning bolayotgani ko'rsatadi. Akrepda oy tutulmasi bo'lgan vaqtda shu salomatlik jihatlaridami diqqat qilganda oy badanning salomatligini ko'rsatadi, onini ko'rsatadi. Bu akrep o'lim bilan tug'ilish, o'lish va tug'ilishni ko'rsatadi. Andan keyin akrep rasmiy jinsiy munosabatni ko'rsatadi. Akrep sizningki yer ostida saqlangan, hech kim bilmaydigan sirlaringizni ko'rsatadi. Akrep odatda yana burunqi davrda botdi-ku, xishoxuylar, qora jamiyat guruhi degandek shularni ko'rsatadi. Kuchlik oy tutulmasi bo'lganda kuchlik tugash masalanga Uyg'urchada buni ayrilish masalan bo'ldi üzülüş bir davrninki rasmiy tugdimi debda qopandi hayotingdagi deganga o'xshash. Shundoq masalan akrep insonlari bir ishga kirishib qolsa, u akrepdan qutulish oson emas. Akrep burchidan. Akrep burchi gangun keldi. Akrep burchi vijdonliq keldi. Ammo vijdonliq bo'lgan bilan intiqomni qat'iy tashlamaydi. Akrepni 200 yil tashib etib, yana bir avlodi shu qondan kelsa, u qondagi manchinchi avlodi bo'lsa, shu manchinchi avlodi bo'g'isi bilan mo'misining intiqomini oldi. Akreplar intiqomdan aytib kuchlik, ammo yaxshilikni unutmaydi, yomonlikni unutmaydi. Inson hamda shunday bo'lishi kerak-ku. Bir insonga askilik qilgan bo'lsa, shu askilikning bir javobi keldi. Ammo akrep burchiga siz bir askilik qilsangiz, uning jazosi Alloh tarafdan darhol keldi. Shu akreplar boshqalarga osonlikcha askilik qilmaydi, ammo askilik qilgan vaqtda kulga aylantirib yetadi qarshi tarafni.
Şuna her insan vicdanlıq bolğan yaxşı bilan yaman meydany iniq bu akreplerning. Qadarsal bu dunyoda durust yashash kerak-ku hamda. Har kim xatolik o'tkazmaydigan inson yo'q. Butun inson Allohdan boshqa har kim xatolik o'tkazdi. Ammo xatoliqdan dars elish bilan xatolikdan dars olmay yana davomli xatolik o'tkazish o'xshamaydi. Ruhsal bir o'zgarish bo'ldi. Qo'rquvlaringiz, maxfiy ishlaringiz, içsel o'zingiz tuyg'u jihatdanmi masalan bir cho'kish, bir yangidan tirilish degandek shundoq ishlar bo'ldi oy tutulmasi bo'lgan Akrepda quyosh tutulmasi bo'lganda bu nihoyat kuchlik ma'lum bir falokatdan, bir po'chandan yangidan texmi mustahkam bo'lib tirilishni ko'rsatdi. Psikologik psikologik bek cho'nqur uyg'unish shularni ko'rsatdi. Yangi boshlang'ich ammo har kimni butun dunyoni masalan dunyosal ish bo'lsa dunyoni hayron qoldirgan yoki o'zingizning hayot yo'lingizdagi eng cho'ng yiqilishdan keyingi yangi boshlang'ichni ko'rsatdi quyosh tutulmasi akrepda bo'lgan vaqtda. Akrep odatda banklarni ko'rsatdi, miroslarni ko'rsatdi, o'rtoqlik pullarni ko'rsatdi. Shular bo'lgan o'zingizning hissiyot jihatdagi bog'liqligingizni ko'rsatdi. Kuch, o'zingizning kuchini farq etish, yangi kuch qozonish deganlarni ko'rsatdi. Maxfiy qolgan butun narsalar akrepda quyosh tutulmasi bo'lsin, oy tutulmasi bo'lsin, akrepda bo'lgan ishlarning hech qaysisi echilmay qolmaydi. Şuna xalqaralıq FBI'lar, saqçılar ko'pincha akreplardan bo'ldi. Akrepning ichki nimasi bor, geziganlarning birisiga Mars shunlashqa saqchilarni ko'rsatdi. Mars yana birisiga Pluto yer osti podshosi deb men o'tgangi videomda so'zlagan. Pluto yer ostida qolgan, siz gilamning ostiga tiqib qo'ygan, hech kim mendan boshqa hech kim uqmaydi bu sirni deganlarning hammasi akrepda echiladi. Shunga o'zingizning ojizlik taraflaringiz bilan yuzlashsiz. Akrepda quyosh tutulmasi bo'lgandimi shundoq bo'ldi, oy tutulmasi bo'lgandimi shundoq bo'ldi. Akrepdagi quyosh va oy tutulmasida butun dunyo sarsildi. Akrepda bizning qachon bo'ldi bu qitimqisi qo'v bo'lsa 1,5 yil burun, endi 1,5 yil burun bashaq bilan beliqdi bo'ldi. Uningdan burun bashaqda tarozi bilan qo'shqadi bo'ldi. 5 yil oldin bo'ldimiki? 5 yil oldin nima ishlar bo'ldi? Elqi korona vaqtlari akrep bilan buqudi bo'lgan vaqt. Akrep bilan buqudi bo'lgan vaqt-ku shu. Nurg'un o'limlar bo'ldi. Finansial krizlar bo'ldi. Baholar shunda o'rlab ketdi. Bo'libmi toilet papir nimalari, qog'ozlari o'rlab ketdi. Akrep yana birisiga masalan buqa eg'izni ko'rsatsa, eg'izning kirgan yerini ko'rsatsa, shu oytugunning nemisimi masalan kuzay tarafi ajdarhoning og'zi deymiz. Eg'iz tarafni ko'rsatsa, chiqqan taraf akrepni ko'rsatdi, güney tarafni ko'rsatdi. Shunlashqa chiqqan tarafni ham o'rtoq mulk, ham nemining zodiakning 8-burchi akrep. 8-uy masalan 8-uyda oylari u bular bo'lganlar bo'libmi, oy bashaqda bo'lsa 3 oyda masalalar bo'ldi. Andan keyin ko'pincha gumroylar shundan chiqdi. Akrepning uyi emasmi? Andan keyin o'qyaga kelsak, o'qyaninki o'qya burishlari nihoyat yaxshi. O'qya burishlarining alohidligi qandaq deganda o'zgur, masalan, erkin ruhliq masalan. Har qanday vaqtda bir odam bilan fikrlari bo'lsin, yana bir nimalar bo'lsin, hech qachon boshqalarga tayinib masalan, yeningizdagi odam a desa, mamutang a deydigan emas.
B dep qo'rqmay deyalaydi. O'qiyalarni hech qachon bog'layolmaysiz. Mayli fikrsel bo'lsin, mayli finansial bo'lsin, hech o o'qiyalar o'ziga ayirib, uning erkinligini million pulingiz bo'lsinmi, uning million pul berma, erkinligingni menga ber desangiz, millioningni o'zing olma, erkinligim o'zimda tursin deydi. O'qiyalar shundoq erkin ruhliq insonlar. Har qanday ishninki yomon tarafini ancha o'ylab ketmaydi. Davomli yaxshi tarafini o'ylaydi. Nishoni aniq. Davomli yangi bir nishonlarni belgilaydi. O'qiyalar ham burchlardimi zodiakdimi 9 burch, o 9-uyninki egisi 9-uylar uzoq safar, sayohatga bek amroq. O'qiyalar cho'ng gap qildi, voy pochi u bu deydi. Amaliyotda o'qiyalar pochiligiga loyiq, pochilikni dasmisi bor, shuni pochilik qila oladi. Pochilikni otqidek dasmisi bor. O'qiyalar shundoq. O'qiyalar bilan yanida tursangiz, o'qiyalar sizni davomli motive etib turadi, rag'batlantirib, masalan, sizni hayajonlantirib turadi. O'qiyalarning yanida turgan odam hargiz oxiriga dasmaydi. O'qiyada oy tutulması bo'lganda diniy ko'z qarashlar, hayot ko'rishlari, masalan, tashu hayotlar, uzoq yo'lchiliklar, ash temalarda bir farq etish bo'ldi. Anadan keyin arkadaşlıklar, masalan, do'stlar, yangi nishonlari, ba'zi sotsial bog'lari degandek bularda bir tugash, bir bosqich tugidi. Bu davri tugidi deganga o'xshash oy tutulmasida o'qiyadi bo'lganda shundoq bo'ldi. Oy tutulması, quyosh tutulması bo'lgan vaqtda yangi bir nishon, yangi bir umid deganga o'xshash yangi bir o'qish hayoti, yurt tashidagi uzoq yo'lchilik, kelgusidagi yangi bir fikrlari degandek diniy ko'z qarashlari ashlar yengilindi. Yangi bir ko'z qarashlarga keldi, yangi bir qadamlarni oldi. Yangi sotsial bir chavralari, yangi jamiyat do'stlari degandek yangi projelar, xiyollar, kelgusi umidlari hammasi yengilindi. O'rtaq masalan tutulmalarning atkisi, masalan, hayotga bo'lgan ko'z qarashi ashlar yengilindi. Yangi bir ko'z qarashlar. Odatda o'qiyalar davomli yangilikning ichida ular. Hamda o'g'loqda oy tutulması bo'lgan vaqtda o'g'loq sizning kasb yo'lingizdagi sahna hayotingizni ko'rsatadi. Masalan, normal o'yin, jamiyat, xo'shal bolalar, anadan keyin o'zingizning talenti, sahna normal bundaq insonlarga ko'rinadigan bundaq holatlarni, o'yin holatlarini aslan ko'rsatsa, kariyerda, masalan, kasbda, hayot yo'lingizning sahnasi, masalan, shu jihatnikini o'g'loq ko'rsatdi. O'g'loq yangi hukumatlarni ko'rsatdi o'g'loqlar. Kasb jihati bo'lsin, o'zingiz ustiga olgan vazifalar bo'lsin, tuyg'usal bundaq bostirib qo'ygan ichingizdagi tuyg'ularingiz hammasi o'rtaga chiqadi. Shuningda kariyer bo'lsa, yangi bir xizmat almashtirishlar bo'lsin, statu, masalan, unvon, masalan, toplumning oldida, ommaning oldida bo'lgan ko'rinishingiz yoki shu rolingiz bir zirvega chiqqan holatingiz, hayotingizning eng zirva nuqtasi deganninki shu tugaydi deganga o'xshash. Oy tutulması bo'lgan vaqtda shuningda bir qapanish endi asta pensiyaga o'tsam bo'ldi degan vaqtda o'g'loqdan o'tgandan keyin pensiyaga o'tadi. Oy tutulması shundoq bo'ldi. Endi quyosh tutulması bo'lgan vaqtda yangi bir kasb yo'lingiz, anadan keyin yangi unvon elish ishlaringiz, uzun muddatlik masalan, musofingiz, mushu kasb yo'lingiz bo'lsin, unvon ishlaringiz, omma oldida sharaf taxtingiz deb qo'yamdiq. Shu yerda yangi bir boshlang'ichlar bo'ladi. Yangi bir vazifalar, xizmat ustidan keladi. Ya mayli oila bo'lsin, mayli xizmat jihatdan bo'lsin, sizning hayot yo'lingizdagi eng zirva nuqtangizdagi yangi sorumliliklar hammasi shu o'g'loq quyosh tutulmasida keldi. Masalan, boshqalarga bundaq ko'rinish shaklingiz, xuddi ko'rinish shaklingiz deganda kishisal emas,
Başqalar sizni qanday tanıydı? Sizni qo'l ostingizdagilar qanday tanıydı degan obrazınız. Shuningda yangi bir obraz tiklash deganga o'xshash. Sabr bilan, emek bilan o'zingizning emgakingiz bilan o'rtaga chiqish, yangidan bir ishga emek berish deganga o'xshashchu. Shundoq yangilik boshlandi. Yangi sahna hayotingiz, xizmatingizdagi bu hayot musofingizdagi eng zirvaga chiqadigan chiqishingiz uchun yangi bir qadamlar o'g'loqning quyosh tutilmasida bo'lgan vaqtda, quyosh tutilmasi o'g'loqda bo'lganda bo'ldi. Endi qovida oy tutilmasi bo'lgan vaqtda bu qoviningki oy tutilmasini biz 8 ayning 12-simi shundoq bu quyosh tutilmasi oslanda bo'lgan vaqtda uning oy tutilmasi qovida bo'ldi. 8 ayning oxiri 14 kun bo'ldi emasmi? Yangi oy bilan quyosh yangi oy bilan to'lin oyning o'rtasida. Endi qovida oy tutilmasi bo'lgan vaqtda sosial çevreniz, aralashayotgan do'stlaringiz, shuningda oy tutilmasi bo'lgan vaqtda shuningda bir shallanish, shallaysiz. Siz kim bilan aralashib, kim bilan aralashmaydiganligingizni shallaysiz. Kelgusi planlaringiz, ham o'zgurlik ehtiyojingiz, o'zingizning ishongan yo'llaringiz degandek. Andan keyin o'qish hayotlaringizdagi hayotga bo'lgan ko'z qarashingiz, asosan o'zgur fikrlaringiz, ommaninki bu yolg'iz o'zingizdan emas, omma bilan o'xshash bo'lgan xalq nima ko'rsatdi, qovlar, xalqning ehtiyoji. Shular o'rtaga rasmiy chiqadi. Qovda hamda shu o'rtaga chiqadi, ham shu tamomlandi. Shuning natijasi chiqadi deganga o'xshash. Qovda quyosh tutilmasi bo'lgan vaqtda dal mushu 2 ayning 17 shundoq bo'ldi. Yangi bir masalan kishsal bo'lgan vaqtda yangi bir do'st chambrikingiz, texnologiya, kollektiv ishlar, masalan guruhlar orasidagi ishlar, yolg'izlik emas, qovlar ko'pchilikni ko'rsatdi, hargiz yolg'izlik emas. Birsiga ko'pchilik, birsiga sun'iy aql, texnologiya, elektrik shu temalarni ko'rsatdi. Andan keyin o'zingizninki o'zgur fikrlaringiz bo'lsin, hamma narsani ochiq-ochiq o'tirib qo'ysiz. Shu quyosh tutilmasi bo'lgan vaqtda shuningda yangi bir organizatsiyon, yangi guruhlar degandek, shuningda yangi bir kelgusi plan uchun yangidan qadam ilish uchun bir proyektlarni qilasiz. Shu kollektivning kallasining ichidagi ishlar bu. Kollektivning qarori deganga o'xshash. Shu ishlar yangidan kollektiv birlashidi, kollektiv birlashgandagi yangi qarorlarga boradi deganga o'xshash. Yangidan bir-birisining qo'lini qaytadan tutib, bu guruhning ichidagi men ma guruh bilan birga bo'lman, a guruh bilan birga bo'lman deydigan. Guruhbozlik emas, ammo hammamiz butun insonlik uchun qova insonlikni ko'rsatdi. Butun insonlik uchun, insonlarning manfaati uchun, hammamizning manfaati uchun deb birlashadigan vaqtlar. Shu quyosh tutilmasi. Shunlashqa bu 2 ayning 17sidagi quyosh tutilmasi men uningdan burunmi degan cho'ng tipdagi xalqaroni o'z ichiga olgan, davlatni o'z ichiga olgan cho'ng namoyishlar, xalqning g'azabining qaytadan birlashishi, masalan, o'zimizning manfaati, xalqning manfaati deb o'rtaga chiqadigan. Ammo buning uchun aslanlar bo'sh kelmaydi, aslanlar bosurdig'ini joyil. Bu qovlar uningdan joyil. Aslan men degan bilan ko'pchilikning fikri shaxsiynikidan kuchli bo'ldi. Shunday bo'ldi. Andan keyin qovninki o'zalliklari odatda yangilikchi, yangi bir fikrlar. Bu yangi bir davr boshlandi deganga o'xshash. Qov davri boshlangan vaqtda bu oddiy nima emas. Bu beliqqa o'xshamaydi, o'g'loqqa o'xshamaydi. O'g'loqdagi Pluto u vaqtda o'g'loqdi, o'g'loq hukumatning temir qo'li bordi. Endi mavu xalqning qo'li ko'rinmas qo'l, qo'lning qayerdan kelganligini bilmaydi. Ammo butun xalqning qo'li deganga o'xshash. Kuch xalqning qo'lida deganga o'xshash.
Kelajakdagi ishlar kelgusi uchun, butun xalq kelgusimiz uchun, bizning kelgusimiz nima, biz hech nimani ko'rolmadik deb o'rtaga chiqadigan vaqtlar. Beliqda hamda oy tutilmasi bo'lgan vaqtda, beliq odatda beliqning alohidaligi degan vaqtda, beliq empatiya deb qo'yamiz. Empatiya qurdi, sezgisel, ruhsal, beliq marhamatlik bo'ladi. Ammo beliq ikki xil bo'ldi. Birsi ikki beliqning bir-birisiga mundaq kirgan shaklim borku beliqninkida. U beliq yumshoq normal oltin beliqlarmi bor. Andan keyin bu dengizning ichida beliqning har xillari bor. Masalan, ko'pak beliq deganlarmi bor. Tishlaydiganlarimi bor. Shunlashqa beliq o'zgarishchan bo'ldi. Kayfiyatimi o'zgarishchan. Ba'zida uning bir tarafida qo'shqa, bir tarafida qov bo'lgandan keyin ba'zida ko'pchilik uchun ma'qul, yuqoridan buyrug'ini shundoq bo'pti deb mundaq degan bilan ba'zida turib ham qo'shqadek ustib keladigan yerlari bor beliqniki. O'xshamaydi. Ammo beliq odatda marhamatli bo'ldi, xiyolchan bo'ldi. Butunlay o'zining kallasining ichidagi xiyollar bilan bo'ldi. Masalan, bek beliqlar san'atkormi bo'ldi. O'zgarishchan emasmi? Andan keyin beliqlarning ustixonlarimi inchga bo'ldi. Beliqlar odatda o'shiqning ostidagi tapan, put tarafni ko'rsatadi beliq. Qo'vlar tizning osti bilan o'shiqning ustidagi buljon go'sht borku, pachaq. Shu yerni ko'rsatadi. Andan keyin qo'vlar butun badandagi tomirlarini ko'rsatadi. Odatda varislarni ko'rsatadi. Shuningga o'xshash uni nima qilmoqdaman. Beliqniki beliqlar taslimiyat oson bo'ptilar deb yo'l berdi ko'pincha. Oson kechirdi, shifokor bo'ldi. Hayotning eqishiga qo'yib birdi. Yangidan quyosh hamini bugun kech bo'lsa, atdiganda quyosh chiqadi deb uningga ishonadi. Yaxshi beliqlar. Beliqlar oshxonada shunday yaxshi xizmat qildi. Tomoq etishdan yanmaydi, ammo oshxonani barbod qilib barbod qilayotgan bilan birdan bilan to'playdi. Beliqlarniki shunday alohidaliklari bor. Beliqlarda quyosh tutilmasi bo'lgan vaqtda ruhsal yo'lchilik. Qadarga bak ishindi. Allohning borligiga hammamiz ishonamiz. Bir odamga yaxshilik qilsak, biz bu odamdan kutmaymiz, yuqoridan kutamiz. Shuningga o'xshash. Andan keyin bu dunyoning o'bir dunyosi borligiga ishonamiz. Beliqlarda bu bakarak kuchli bo'ldi. Masalan, beliqda quyosh tutilmasi bo'lgan vaqtda yangi bir chegir. Masalan, bu hayotingizning o'rtasidagi kichik munosabatdagi chegirlarimiz bo'lsin, hamma jihatdan yangi bir chegir qurdi beliqlar. Ruhsal bir uyg'unish, ichsal ishingizdan bir o'zingizni bir yangilash degandek, eski bir ko'ni bir manligingiz tugab, yangi manligingiz uyg'ondi. Quyosh tutilmasi beliqda bo'lgan vaqtda. Hozir quyosh tutilmasi beliq qachon bo'ldi desangiz, 3-oyning oxirida, 3-oyning 3-i, 2-oyning 17-si, 3-oyning 3-i to'lin-oy beliqda bo'lsa, 3-oyning 17-si deyman. 3-oyning 17-si atrofida beliqda quyosh tutilmasi bo'ldi. Bu chog'da yangi insonlarning uyg'onishi, yangidan bir inson bo'lish, burunqidek qurbon bo'lsam bo'ptilar, men ziyon tassam tatay deydigan beliqlar tugaydi. Beliqlar uyg'ondi. Ham shundoq bo'lish kerak. Qadarsal bo'ldi. Beliqlarningki zodiakning 12-burchi bo'lgandan keyin 11 tarafdagi butun hayotingizning butun taraflarini yashab, eng oxirida Allohga taslim bo'lish. Men bugungacha mushuni tatdim, mushuni ko'rdim, yashaganlarim mushi bo'ldi ya deb arzu qilganga o'xshash, shu bo'lgan vaqtda sizninkini eng oxirida Alloh tarafdan qo'lingizni tutganga o'xshash,
to'xtabdi, bu sening sen buningda bo'sh berding, aningda sen qo'yib berding, miyani anda qilmading, sen boshqaramding, sen miyoqqa o't, man qilaman deb yuqorining qo'li tushdi deganga o'xshash, yuqori qo'l tiqdi deganga o'xshash. Shu beliqda quyosh tutilmasi bo'lganda shundoq bo'ldi. Shunga endi mana hozir tutilma davriga boshlanib ketdik. 2 ayning 17sidan boshlab 8 ayning oxirigacha endi yana bir yarim yillik bundoq kirib ketdi. Endi bo'lgan ishlarning hammasi bugungacha tuzitib olgan bo'lsiz 2 ayning 17sigacha. 2 ayning 17si boshlangandan keyinla burun haqning beg'idan bir tal o'rikni o'g'irlab yegan bo'lsangiz, shuning so'riqi chiqadi. Haqqi mundaq askilik qilgan bo'lsangiz, shuning so'riqi chiqadi. Tövbe qilmagan bo'lsangiz. Andan keyin masalan anan qildim, manan qildim deganning natijasi chiqadi deganga o'xshash. Shunga tutilmalar qadarsal bo'ldi. Bu vaqtda men nimishqa beshimga mana shuni yedim, men nimishqa yiqildim desangiz, hammasining sababi bor. Sabab bo'lgan ishlar bo'ldi. Hech qanday hayotda hech qanday bir ish sababsiz bo'lmaydi. Hammasining sababi bor. Xatolik o'tkazgan bo'lsangizmi, shuning sababi bor. Yaxshilik qilgan bo'lsangizmi, shuning sababi bor. Bütün narsalar taqdirsal bo'ldi. Endi beliqda oy tutilmasi bo'lgan vaqtda 3-ayning 3-i shu bo'ldi. 3-ayning 3-i oy tutilmasi, 3-ayning 17si 14 kun keyinga surib ketsa, quyosh tutilmasi bo'ldi. Bu vaqtda oy tutilmasi bo'lgan vaqtda ruhsal bir hayotingizning bir ruhingizning bir vazifasi bor emasmi? Bu dunyoda kelgan vaqtda o'zingizning qo'l qo'ygan imzoringizninki shuning bir davri qopandi deganga o'xshash. Ham bu ruhsal bu nayt mo'yin bu 3-ay. 3-ayning 3-idagi oydagi oyning beliqda tutilmasi masalan Saturn 30 yilda bir zodiakni tamomlaydi. Quyoshning atrofini bir aylanib chiqishi 30 yil bo'ldi. Saturn bir aylanib keldi, endi qo'shqoqqa keldi. Endi kirdi. Neptun beliqdi. Beliq burchdagi sizning beliq burchi qaysi uyingizda bo'lsa, shu tarafda bir o'yg'andingiz. Tajriba saboqlarni mo'l to'pladingiz 14 yil bo'ldi Neptun. Qurbonliklarni berdingiz, ilhomlaringiz keldi. Faqat qurbonliklar emas, ham foydasi bo'ldi, ham ziyni bo'ldi. Hammasi Alloh tarafdan bo'ldi. Endi shu ruhingizningki 30 yillik zodiakning quyoshning atrofidagi bir aylanishingiz tugadi. 30 yillik bir qadar tugaydi degan gap. 3-ayning 3-i, 3-ayning 17si, mushu 3-aydagi yangi oy va to'lin oylar bir davrning ishga etildi deganga o'xshash. Shunlashqa ham uning ustiga bu 2-ayningki 17si bu qo'vidagi yangi oyda Ramazon boshlandi. Hammasi bir vaqtga denk keladi. Ham 2-ayning 20si atrofida Merkur retro bo'ldi. Men kezganlarning retrosini so'zlamadim. Merkur retro bo'lgan vaqtda ostlaydi degan gap retro beliqda bo'ldi. Shunlashqa bu 3-ayda bo'lgan ishlarning hammasi 2-ayning 17sidan keyin keladi. Bo'libmi 3-ay eng muhim nuqta qadarsal bo'ldi. Hamma narsa. Shunlashqa og'zingizdan chiqqan gap bo'lsin, kallangizda o'ylagan beliq mengida ko'proq o'ylaydi emasmi? Ko'z oldiga keltirdi shu o'ylaganlarni. Shularning hammasi yaxshi niyat qiling, yaxshi xiyol qiling. Nima o'ylasangiz, nima ko'rsangiz, masalan ko'zingizni etib turib bundaq rasmdek o'tkazsiz, shularning hammasi haqiqatga o'zgardi. Shunlashqa yaxshi xiyol qilsangiz, yaxshi ishlar oldingiz keldi. Beliq tutilmasida shu kechirib o'tish, taslimiyat, andan keyin paylashgan masalan 3-ayda masalanga qarzlar bo'lsin, hamma narsa bo'lsin, ochiq, o'rtaq hamma narsa ustalning ustida bo'lsa tek yaxshi. Tuyg'usal kishilik munosabatlar masalan
bir krizler, masalan bir ijtimoiy chatoqlar bo'lsin, mayli qaysi bo'lsin, hammasida bir yangilik, bir davr tugaydi. Qapındı, taqıldı. Şuңlашqa hem Ramazan vaqti 2 ayning 17'si başlandı o demiş. 2 ayning 17'si muşu yeni ay bilan başlandı. Ramazan vaqtlari hammasi. Hammasi bir vaqtga keldi. Şuңa tutulmalar bek muhim. Bu tutulma bo'lgan vaqtda men hozir men tutulmalarninkini ichib qo'ydim. Ekranda ko'ringandek. Tutulma odatda 2 ayning 17'si halqisman tutulma bo'ldi. Yer shari vaqti bilan ekliptik shu meridian vaqti bilan soat 12 da bo'ldi. Tush vaqtida 2 minut 20 sekund sürdü bu tolun nima yangi ayniki quyoshning oldinda to'sishi. Tam to'sishi 2 minut 20 sekund atrofida bo'ldi. Buning ekranning osti qarsanglar ko'rsizlar mana. Ma chambarning ichidagi qora nuqta dal mushu yer sharininki mushu nuqtasida rasmiy markazlashadigan nuqta mushu. Bu quyosh tutulması yeni ay deganimiz coğrafiyalik o'rni bo'yicha Janubiy Argentin, Chili, Janubiy Afrika, Antarktika mushlarda qisman tutulush bo'ldi. Ammo bu qora nuqtaning atrofi Janubiy Argentina, Chili, Janubiy Afrika, Antarktika mush bo'limlar. Ammo dal Antarktikada halqisman tutuladi. Halqisman tutulma degan vaqtda men aviyam so'zildim-ku bir ishlar oldi bilan ancha aniq bo'lmagandek bo'ldi, ammo zamon bilan aniq bo'ldi deb. Antarktikadagi ba'zi masalalar o'rtaga chiqadi degan gap. Endi buni vaqt bilan ko'ramiz. Nim bo'ldi, nim bo'lmaydi, Antarktik masalalari o'rtaga chiqadi degandek. Unda bo'lsa tutulmaninki men 12 burchnikida tutulma bo'lsa qanday bo'ladi deganlarni men ko'rsatdim, so'zildim. Bu qitimqi tutulma qaysi davlatlarga ta'sir bo'ldi degan vaqtni so'zildim. Unda bo'lsa tutulmaning ma'nosini oldimdagi videoda so'zildim. Tutulma to'g'risidagi so'zlaydiganim mushunchalik tutulma odatda qadarsal bo'ldi hammasi. Shunlashqa endi oldimizda Saturn 2 ayning 12'si u deyman. Men yana bir qarayman. Saturn bilan Neptunning juftlashishi 12 burchga qanday ko'rsatdi, ta'sir ko'rsatdi deganni anadagi yangi oyga kelguncha uni chiqarib olsam, yangi oy videomizni ko'rishimiz. Ondan burun balkim Saturn Neptun juftlashishi deganda ayrim video ishlayman. Uni ko'rishimiz. Agar vaqtim yetib qolsa, geziganlarning magnit maydoni, har bir geziganninki magnit maydonlarini ayrim video qilib ishlayman. Undan olsa yana bir videomizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Like etishni unutmang. Qo'l belgisini besishni unutmang. Abone bo'lishni unutmang. Xabarlarning, videolarning nima uchurlari o'z vaqtida kelsin desangiz, yaqin turishni unutmang. Xayr xo'sh, hammalarga salomatlik tilayman.